Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Granat. Va men bir narsani tekshirish niyatim kelib qoldi. Va u mana bu yerdan bo'lsa kerak. Andig'ini bilmadim, chunki qaranglar. Menda Technoblog'ning skill'larini bepul ochilgani bor. Xo'sh, men bularni qayerdan oldim va qanday qilib, kim biladi? Bilmaganlar izohlarda qanday qilib deb qoldirsin. Men Technoblog'ning hamma skill'larini yig'dim oxiri ham. Bularni sotib oldimmi yoki nima qildim? O'zim tushunmadim. Ishqi bu skill'larni tangalarga sotib olish kerak. Mana bunaqa holda qulf bo'ladi. Lekin men bularni ochdim. Technoblog'nikini, O'lmas afsonanikini, mana uning skini. Xo'sh, 10 ballik sistemadan necha baho qo'yasizlar menga? Va qancha pul sarf bo'lgan deb o'ylaysizlar?